Asaka Bank Samarqand Boshqarma qoshidagi ijtimoiy savdo ofisi ochilish marosimiga xush kelibsiz. Sho'rlik qadrini qarsagilar bilan Asaka Bankda ijtimoiy tuman bir filialini tashkil qilyapti. Ular mana shu tadbirkorlarimizga uzoq xizmat qilsin. Fuqarolarimizga ham, tadbirkorlarimizga ham, xalqqa xizmat qiladigan inshootlarimiz ko'payaversin. Tabriklayman. Bank xizmatlari ofisini tashkil qildik. Bugundan boshlab bu ofisni aholiga, tadbirkorlik subyektlariga barcha bank xizmatlarini ko'rsatib boshlaydi. Mana shu tumanda tadbirkorlikni rivojlantirishda bir alohida bir moliyaviy ko'makchi bo'lib xizmat qiladi degan umidda kelajakda o'sha tumanni iqtisodiy ijtimoiy masalalarni rivojlantirishda bizga xizmat qiladi. Asaka Bankning bank xizmatlarini ommalashtirish borasidagi navbatdagi qadami mana bugun Samarqand viloyati Ishtixon tuman markazida navbatdagi qo'shma savdo ofisimiz bugundan ish faoliyatini boshladi. Bu savdo ofisi orqali jismoniy hamda yuridik shaxslarga bank xizmatlari taqdim qilinadi. Savdo ofisimizning asosiy maqsadlari mijozlarga, yurtimiz aholisiga bank xizmatlarini yanada yaqinroq qilish, ularga bank xizmatlarini yanada tezkorlik bilan taqdim etish asosiy maqsad qilib qo'yilgan. Ushbu bank xizmatlari savdo ofisimiz tomonidan jismoniy shaxslarga xususan kredit mahsulotlari, plastik kartochka orqali xizmatlar, kassa to'lovlari xizmatlari, pul o'tkazmalari va shunga o'xshash barcha jismoniy shaxslar uchun mo'ljallangan bank xizmatlari ko'rsatiladi. Ushbu ko'chma savdo ofisimiz yangi tipdagi hisoblanib, yil oxirigacha respublikamizning turli hududlarida shu tipdagi savdo ofislarini ochishni mo'ljallaganmiz.